Bochkani Xumson mahallasidan sizlarga sotuvga yaxshi bitta joyga ko'rib qo'ydim. Qaranglar, basseyn 10/5. Hozirgi kunda mana shu basseynning o'ziga kamida 30 ming, 40 ming dollar pul ketadi. Shunaqa basseyn qilaman deganlar uchun. Даже mana bunaqa zanani ko'taraman desanglar, kamida 150 ming pullik ketadi. Men sizlarga tayyor biznesni 280 ming dollarga gaplashib qo'ydim. 320 ming dollar degan joydan 280 ming okani ko'ndirdim. Yana ozgina gaplashsanglar, qo'yning qo'l solsanglar, oka chiroyli narxli qilib beradi, xudo xolasa. Xo'p, bu dachamizda umumiy nima sharoit bor desanglar, 4 spalni, bitta katta keng zali bor. Zimniy basseyn, finskiy saunamiz tok bilan ishlaydi va bu tomonimizda letniy zonamizga ham sauna qilingan, o'tin bilan ishlaydi. Qozon o'choqli, stol stulli, stolni tennis, bilyard, 10 ta kompyuter, PlayStation, karaoke, proyektorlar bor. Xo'p, bu dachamizda ko'mir kotel bilan isitsanglar bo'ladi qish kunlarida. Vodoprovodlar hammasi bor. Xo'p. Aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim hamma narsa ko'rib turgan narsalar jamiki hammasi qoladi bu dachamizda. Egalariga bitta telefon qilsanglar, gaplashib chiroyli narxli qilib beradi. Hozirgi kunda odam qo'yib ishlataman desanglar, tayyor biznes. Mazza qilib ishlatasizlar. Yo, men hozirgi sezonda 3,5 million, 4 million ham qo'yilyapti bu dachamizga. Ya'ni 30 kishi bemalol sig'adi, 20 kishi ham bemalol sig'adi dachamizga, ko'rishingiz mumkin. Haqiqatan ham yaxshi joy. Pastda egalar nomerini qoldiraman, bitta telefon qilib bog'laninglar, ulgurib qolinglar. Bunaqa joylar qaytib chiqmaydi lekin. Zo'r joy lekin, bor ishoninglar.